Yangi Toshmi atrofidagi quruvchi akalarimiz diqqatiga ideal razmerdagi yer maydoniga ega bo'lgan joyimiz sotuvga qo'yilyapti. Manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Ramadan mahallasiga kelganmiz. Mo'ljal Indaba choyxonasi bo'pti. 8 metr atrofida kirib keldik shu joygacha. Yon atrofini ko'radigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, yangi rivojlanayotgan mahalla bo'pti. Bu yoq tarafini ko'radigan bo'lsak, tupik holatda bo'pti. Ko'ryapsizlar, yaxshi uchastkalar joylashib kelyapti. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q deb aytishdi. Yon atrofda yashayotganlar. Orqa tarafi uzumzor bo'pti. Sotuvga qo'yilgan joyimizni fasad qismini aytadigan bo'lsam 40 metr bo'pti. Ko'cha tarafi ichkariga 30 metr bo'pti. Bir paytlar akalarimiz investitsiya hisobida olishgan ekan. Hozirga kelib ma'lum bir sabablarga ko'ra sotiladigan bo'pti. Narxiga keladigan bo'lsak, har bir sotig'iga 15 ming dollardan so'rashyapti. Albatta yana kelishadigan joylari bor. Bemalol kelib ko'rib, o'zingizlarning razmeringiga moslab qurilish qilish imkoniyatiga egasizlar. Doimgidek egalar raqamni yozib qo'yamiz. Salomat bo'lasizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar.